Allah'ның kuyumchanligining insondagi kichik bir ko'rinishiga nazar silib boqayli. Acaba ko'zimiz bo'lmagan bo'lsa, qop-qorong'ulik ichida qandoq qilatdik? Quloqlarimiz bo'lmasa, butun dunyo timtislikka cho'mgan bo'lsa, qandoq qilatdik? Tilimiz bo'lmagan bo'lsa va yoki tetish xususiyati bo'lmagan bo'lsa, butun dunyo lazzatsiz va g'oz bilingan bo'lsa, qandoq qilatdik? Burnimiz bo'lmagan bo'lsa-chi, puroqsiz bir dunyo. Bundoq bir dunyoda yashash qanchalik mushkul bo'lgan bo'ladi ha? Agar qo'l, put va barmoqqa o'xshash jismoniy a'zolar, aql, qo'rqinch, shafqat, sevgiga o'xshash ma'naviy hadiyalar bo'lmagan bo'lsa, qandoq qilgan bo'lardik? Demak, har bir a'zoning bo'lishi kuyumchan degan sifatning bir tajallisidir. İnsanlarga yuqorqidek jismoniy va ma'naviy boyliqlarni ato qilgan Alloh hayvonlarga koinotdan manfaatlanishi uchun lozimliq a'zolarni ato qilgan. Qushqa qanot ato qilib uchishni, biliqqa qiltiriq ato qilib uzishni, boshqa butun jonliqlarga rahmati bilan muomala qilib hayotini davomlashtirishi uchun jismini va a'zolarini ato qilgan. Allah'ның kuyumchanligi yuqorqiga o'xshash butun narsalarni qoplagan.